Вообще серьезно yapamadı. Şöyle. 4 litr twin turbo motor tasavvur qiling 530 ot kuchi. Ham sportivniy mashinaga, ham shaharda yumshoqqina oqib yurmoqchi bo'lsangiz, shunga mos keladi-yu. BMW X5 ku, oppoqqinasi uni ustiga. Oppog'ini ham o'ziga yarasha ishqibozlari juda ko'p. Oppoqqina to'li night paketda. Probegiga nazar qildim. 34 ming. BMW X5 M50 si. Rosta gazim adrenalin uchun haydamoqchi bo'lsangiz, gaz oxirigacha bosasiz. Kam rasxod, sekin yuraman desangiz, gazni nomiga bosib yursangiz bo'ldi. Ham sportivniga, ham semeyniga, ham klassikaga tortib ketiladi. Probegi 34 ming 2019-yil, kraskasi toza apparat. Orqada ham ko'rsa, bagajda shtorkalarigacha avtomatический, har bir koordinatsiya sistema, panoramasiska, launch bar, head-up display, pnevma podveskalargacha bor. M paketlardimi o'zi M60 deyilgan. Srochniyga shu apparatni bilasizmi necha pul? 79900 ga bosorsangiz bo'ladi. Kraskasi top-toza. Olishdan oldin kelib bitta haydab ko'ring-da. Yoqsa keyin olasiz. Yoqmasa, buni haydab qanaqaligini bilganlar birpas olib ketib bo'lishligi ham mumkin. Telegramga birinchi o'qib qo'yamiz videolarni, o'tib podpisatsiya tashlab oling. Bundan tashqari, yana ko'p mashinalar qo'ydi. O'sha birinchi bo'lib sotilib ketdi.